Xalqimizning eng sevimli avtomobillaridan biri Chevrolet Cobalt. Qaysi yoqilg'i turida eng effektivni, eng manfaatdor? Propan, metan, 80-benzin, 92-benzin unga 100 kilometrga nech pulga aylanadi? Bugun shuni aniqlaymiz. Qanaqa qilib deysizlarmi? Juda ham oddiy. Avtomobillarni shu yerda Mustang avtomobillariga yoqilg'i quyish shoxobchalari tarmog'ini bittasidan полный zapravka qilamiz, full qilamiz hammasini, to'rttalasini hamda bir xil masofani, bir xil sharoitda kolonna bo'lib bosib o'tamiz. Maksimal darajada o'sha 100 kilometrga yaqin masofani bosib o'tishga harakat qilamiz va yana har birini to'ldirishga nech pulli yoqilg'i ketishini birgalikda hisoblab chiqamiz. Bizga bo'lsa bunda o'sha men hozir yodib etib o'tgan Mustang avtomobillariga yoqilg'i quyish shoxobchalari tarmog'i yordam berishadi. Bizani kolonnamizni boshqarib ketishda esa bizga Honji EQM5 elektromobili kerak bo'ladi. Bir yo'la elektromobil 100 kilometrga qancha yoqilg'i sarf qilishini ham tekshirib olamiz. Chunki Mustang bu nafaqat yoqilg'i quyish, balki avtomobillarni, ya'ni elektromobillarni quvvatlash stansiyalari ham. Bugungi kunda O'zbekistondagi barcha Mustang zapravkalarida elektromobillarni quvvatlash uchun o'zlarining maxsus quvvatlash stansiyalari Mustang bor. Ilovani ko'chirib olinglar, qayerdadir 1,5 ming so'mdan, qayerdadir 2 ming so'mdan bemalol elektromobillaringlarni quvvatlasanglar bo'ladi. Xonoboddagi tochkada аж 20 ta quvvatlash stansiyasi bor. 40 ta avtomobilni bir yo'la quvvatlashligi mumkin. Eng zo'r tarafi bu yerda hamma narsa yonimizda. Bittagina propan bizdan atigi 100 metr masofada nariroqda. Hozir o'lchashimizda ham hammasi juda ham oson bo'ladi. Boramiz, taxminan 50 kilometr yuramiz, yana o'sha masofani qaytib kelamiz, shu yerda o'zida qaytib yig'ilamizda propanni zapravka qilamiz, benzinlarni zapravka qilamiz, metanni zapravka qilamiz, nech pulli ketganini ko'ramiz. Hech narsada adashmasligimizga aynan shu sabab bo'ladi. Mustangning qulayligi shunda. Hozir mana 80 qo'yamiz. Faqat bitta kolonkadan, bitta pistoletdan ko'rasizlar, ikkinchi kolonkadan qo'yamiz. 80 qo'yamiz, otgunicha va xuddi shuna qilib 92 ni ham xuddi shu kolonkadan otgunicha qo'yamiz mashinaga. Yozda dagarlar lipillatib hech qachon benzin quymaydi. Chunki benzin issiqda qiziydi, kengayadi, keyin o'sha krishkadan yo oqib chiqadi yoki o'sha bosim ostida benzin asosiylarga va umuman yoqilg'i tizimiga salbiy ta'sir o'tkazadi. Otdi. Miratam sarin yoqib kelgan ekanlar, syomkada tekinga benzin quyib beradi. Kelishib oldi, havoga qarab hamma konditsioner yoqib ketadigan bo'ldi. Honji ham, 4 ta Cobalt ham. Biz bo'lmasa boshladik. Men kolonnani oxirida zamakavish bo'lib ketaman, Honji karvonboshi. Boshlaymiz. 0 qilib oldik. 200 metrmi, 300 metr farqi bilan mayli. Lekin bizda kolonnada bitta mashina chiqishdan oldin 0 qilgan, unda kelib tekshiramiz. Aniq probeg, xavotir bo'lmaydi. Hammasi haqqoniy. Bizga bu yerda yoqilg'ini turini reklama qilish, yo propan yaxshi, metan yaxshi, benzin yaxshi deyish maqsadimiz umuman yo'q. Men o'zim umuman elektr tarafdoriman, bilasizlar. Xullas, bizda haqqoniy qaysi biri qancha rasxod qilishini ko'rsatib berish maqsadi bor faqatgina. Meni shaxsiy taxminim shundan iboratki, 4 ta yoqilg'i turi bo'ladigan bo'lsa, ulardan eng qimmatga tushadigani, eng ko'p rasxod bo'ladigani 80-benzin bo'ladi. Chunki uni yonish effektivligi past. 3-o'rinda bo'ladi 92-benzin, benzin o'zi qimmat. 2-o'rinda bo'ladi menimcha metan, 1-o'rinda effektivlik bo'yicha, ya'ni samaradorlik bo'yicha propan bo'ladi deb o'ylayman. Sizlar bo'lsa, to'ldirish bosqichiga yetib kelgunimizcha nech pulli bo'lishini sizlar variantlaringizdan kommentariyada yozib ketinglar. Qaysi biri effektivligi bo'yicha eng pasti, qaysi biri eng zo'ri bo'ladi. Va sizlar Cobaltni nimada haydaysizlar, shuni ham yozib ketishni unutmanglar. Biz bilaylik nimada Cobalt ko'proq yuradi O'zbekistonda. 30 kilometrda to'xtadik, mashinalarni o'chirmadik, realniy holatga maksimalni yaqinlashtiryapmiz. Suv ichgani to'xtadik. Har bitta mashinada shoferdan tashqari bittadan passajir bor. Shartlarni hamma uchun baravar qilib qo'yganmiz. Maksimalni haqqoniy bo'lyapti. Hozir yana 20 kilometr taxminan yuramiz. Eng yaqin razvorot qilamizda orqaga qaytamiz. Bizga rovni 100 kilometr bo'lishi shart emas. Chunki biz hammasida rasxod bir xil masofaga qancha bo'lganini hisoblashimiz kerak. 50 kilometr masofani bosib o'tdik. Eng aniq o'lcham Honji EQM5 da, chunki o'sha yerda o'zida ko'rsatgan joyim o'zida zaryadkadan yechishi bilan ko'rsatkichlari 0 bo'lgan. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. 50,9 kilometr masofa bosib o'tdik. 1 soat va 20 minutda. Rasxod bu muhim emas, buni anig'ini chiqaramiz. Xudo xolisa, почти 14 kilovat rasxod qilayotgan ekanlar soatiga konditsioner bilan, 100 kilometrga konditsioner bilan. Endi orqaga xuddi shuncha yuramiz, balki undan sal ko'proqdir razvorotlar hisobi bilan. Mustang zapravkaga kelib to'xtashimiz bilan
aniq ko'rsatkichlarni hammanikini boshqatdan fiksировать qilamiz va albatta elektromobil ham nech pulli elektr energiya sarf qilganini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Ketdik. 102,1 kilometr masofani ro'parasi bosib o'tdik. O'vanantda 20 metr masofada turgan quvvatlash stansiyasidan Honji EQ-M5 avtomobilini zaryadkadan yechishimiz bilan uni odometri 0 bo'lgan va biz yo'lga chiqdik. Shu yerda o'ziga qaytib yig'ildik. Bittagina propan bizadan 50 metr naridagi stansiyada to'xtab, zapravka qilib oldi. Uni natijalarini oldik. Ana endi yakuniy natijalarni e'lon qilish vaqti keldi. Natija men kutganimdan umuman o'zgacha chiqdi. Men hammasini yozib oldim. Demak, boshlaymiz. Birinchi bo'lib propan 9,3 litr sarf bo'libdi. 5,5 ming so'mdan hisoblaydigan bo'lsak, 102,1 kilometrga 51,250 ming so'mlik. Keyingisi metan 6,9 litr sarf bo'libdi. 5200 so'mdan hisoblaydigan bo'lsak, 36 ming so'mlik. AI80 benzini 7,2 litr sarf bo'libdi. 8,5 ming so'mdan hisoblaydigan bo'lsak, 61 ming so'mlik ro'parasi va eng oxirgisi AI92 6,8 litr sarf qilibdi. 10,500 so'mdan Mustangdan quyadigan bo'lsanglar 71,400 so'mlik benzin sarf qilibdi. Va bugungi g'olib bu Honji EQ-M5 elektromobili 2000 so'mdan zaryadka qilganimizda 15,57 kilovat sarf qilibdi. 31,140 so'm. Lekin agar biza Xonoboddagi quvvatlash hubidan 20 ta quvvatlash stansiyasi turgan, bir varakayiga 40 ta elektromobil zaryadka qilishi mumkin bo'lgan Mustang quvvatlash hubidan 1,5 ming so'mdan zaryadka qilgan bo'lganimizda 23,355 so'mlik quvvat sarf qilgan bo'lar edik. Kobaltlar orasida esa kutilganidek metan eng kam rasxod qildi. 36 ming so'mlik. Sizlar nima kutuvdinglar? Nima deb o'ylovdinglar? Qaysi biri g'olib bo'ladi deb? Nima kutgan taqdiringizdan? Qaysi yoqilg'ida yurishingizdan qat'iy nazar Mustangda sizlar istalgan yoqilg'ini topsanglar bo'ladi. Metan deysizlarmi, benzin deysizlarmi? Ana endi elektromobillar uchun ham quvvatlash stansiyasi. Ilovani yuklab olish esingizdan chiqmasin, Mustang Energy sizlarga eng manfaatli energiyani yetkazib beradi.